Assalomu alaykum hammaga. Ko'rib turganingizdek, bugungi intervyuimiz mehmonlari ayiq va sher. Ayiq, ayta olasizmi, nima uchun O'zbekistonga tashrif buyurdingiz? To'g'risini aytsam, Mashadan qochib keldim desammiki? Hazil. Albatta, men O'zbekistonga o'zbek milliy taomlarini tatib ko'rgani va sayohat qilgani keldim. Ha, o'zbek milliy taomlari juda ham mazali. Chunki odamlar u taomlarni bor mehrini berib tayyorlashadi. Sher, siz ayta olasizmi, nima uchun aynan O'zbekistonga tashrif buyurdingiz? To'g'risini aytsam, men janglarga juda ham qiziqaman va sizlarda Saturn deganlar bormish, Connorga viziv tashagan, shularning jangini ko'rgani keldim. Menimcha bu jang bo'lmasa kerak, chunki Connor Saturnning videosiga like bosgan, ammo ko'rmagan. Sizlarni deyarli butun dunyo taniydi va ko'chalarda eng ko'p berilgan savollardan birini ayta olasizmi? Qaysi davlatga borishni orzu qilasiz deb savol berishardi va men bugun orzuyimga erishdim. Chunki men O'zbekistondaman. Menga xotiningizdan qo'rqasizmi deb savol berishadi. Men albatta yo'q deb javob beraman. Bugungi intervyuimiz o'z nihoyasiga yetdi va keyingi mehmonimiz kim bo'lishini xohlaysiz? Izohlarda yozib keting.